Assalomu alaykum qadrli matematiklar. Bugun 1-mart birinchi smenada tushgan savollarning tahlilini ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Xo'sh. Birinchi savolda quyidagilardan son 7 ga bo'lganda qoldiq toping debdi. Qolgan barchasi 7 ga bo'lingani uchun oxirgilari bizga kerak bo'ladi. 9 ni 7 ga bo'lsak 2 qoldiq. 8 7 ga bo'lsak 1 qoldiq. Undan keyin 7 keladi, qoldiq 0. Undan keyin 76 keladi. 6, 5, 4, 3, 2 va oxirgisi 1 ga teng bo'lar ekan. Qo'shib chiqsak 24, 24 ni 7 ga bo'lsak 3 qoldiq qoladi. B javob. Xo'sh, ikkinchisi. Hisoblang debdi. Butun qismi va kasr qismlari berilgan. Xo'sh, LG 5 ni butun qismi agar 10 bo'lganda 1 bo'lardi. 0 butun nechidan bo'lgani uchun uning butun qismi 0 ga teng. Xo'p, buni kasr qismi o'zi LG 10 ni -1-si desak -1 ga teng. -1 da kasr qismi bu ham 0 ga teng. Chunki -1 butun sonni o'zi. 7 ko'paytirilgan ln 2,71 bo'lganda 1 bo'lardi. 2,71 dan ozgina katta bo'lgani uchun butun qismi 1 chiqadi. Hisoblaymiz. Shunda 7 qolyapti. 7 butun son bo'lgani uchun uni kasr qismi 0 ga teng bo'ladi. A javob. Eslatib o'tamiz. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda Telegram, Instagram, YouTube'da Xo'p, Ergashev pastchizcha teacher ostida kuzatib borishingiz mumkin. Va eng birinchi video yechimlar va matematika milliy sertifikatga oid qiziqarli ma'lumotlarni o'sha kanaldan topasizlar. 3-savol. 40 metr uzunlikdagi arqon eng katta yuzaga ega bo'lgan shakl yasaldi. Bu shakl yuzini toping. Mana shu yerda ozgina boshqacha o'ylayapman. Bugun ham mana shu smenadagi o'zim kirib chiqdim ertalab. Kvadrat qilyapman. To'rtburchak deb aytilganda kvadrat bo'ladi. Lekin bu yerda xohlagan shakl aytilmagani uchun aylana bo'lishi kerak. Aylana eng yaxshi yechim bo'ladi. Buni uzunligi demak 40 metr bo'lsa, L teng 2pi r deymiz. 40 ga teng ekan. Radiusini topsak 40 taqsim 2pi yoki 20 taqsim pi bo'ladi. Yuzi so'ralgan bizdan. Yuzasi pi ko'paytirilgan radius kvadrat. Pi ko'paytirilgan 20 taqsim pi ni kvadrati 400 taqsim pi kvadrat bo'ladi. Va bitta pi ketsa 400 taqsim pi degan javob bo'lar ekan. S javob. Xo'sh, 4-savol. Bu juda ham oddiy. Xo'p, konsentratsiyali masalalar. Birinchisini massasi 30, konsentratsiyasi 5 ekan, foizi. Ikkinchisiga toza suv qo'shildi deyapti. Massasini toping degan. M desak, uni konsentratsiyasi 0 bo'ladi, ya'ni sho'rligi. Taqsim massalari yig'indisi 30 qo'shilgan M. Va u 2%li navakab suvga aylanibdi. Demak, surati 150, 2 ga ko'paytirib olsak 60 qo'shilgan 2m. 2m teng 90, massa teng 45 litr bo'lar ekan. B javob. 5-savol. Xo'sh, hisoblang debdi. Ildizga borsak, kub ildizga 3, bu esa oddiy kvadrat ildizda 24. Plus kub ildizda 3, 6-darajali ildizda 54 va o'shani kvadrati ekan. Demak, mana bu yerda ko'rinmas kvadratda 2 bor, ichkariga 9 bo'lib kiradi. Shunda bu bilan bu ko'paytirilib 6-darajali ildiz bo'lsa 9 kare 24 bo'lib qoladi. Qo'shilgan. Xo'sh, bu esa 6-darajaga olib keladigan bo'lsak, kvadratga oshiramiz ikkalasini ham. 3 ni 2 ga ko'paytirsak 6, 3 ni kvadrati 9 bo'ladi. Xo'sh, 9 ko'paytirilgan 50
4 bo'lyapti. Va bu yerda adashibman. 3 emas, 2 ekan. Mana bu yerda 2 turibdi. Shunda 2, bu esa 4 bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda 24 dan bitta 3 ni olib beradigan bo'lsak, 27 bo'lib qoladi. Bu esa 8 bo'lib qoladi. Xo'sh, bunga esa 54 dan bitta 2 ni olib bersak 8 bo'ladi. Bu esa 27 bo'lib qoladi. Ko'rib turibmizki, bir xil ekan ikkalasi. Bu 2 6-darajali ildiz ostida 3 kara 2 ni qavs kubi desak bo'lar ekan. Kvadrati. Xo'p, 2 ni kvadrati 4. 6 bilan kvadrat qisqarsa, kub ildiz ostida 6 ni kubi bo'lib qoladi. Va bundan 6 chiqadi. 4 kara 6 24 ga teng ekan. Xo'sh. D javob. 6-savol hisoblang debdi. Hisoblaymiz. Adashmasam ozgina boshqacharoq edi, lekin buni ham ishlab qo'yaveramiz. Mana shunga o'xshash edi lekin tipi. Xo'p. Mana 5 ni 7-darajasini bu ildizcha kirgizib olsak, mana 7 bilan 6 ko'paytirilib ketadi. 42 bo'ladi. 7 kara 7 49 bo'lib kiradi. 5 ni 49-si ko'paytirilgan 5 turibdi. Buni ham 42 ga olib kelish uchun 6-darajaga oshiraveramiz. Surat buni darajasini ham, ildiz darajasini ham o'zgarmaydi shunda. 42 5 ni minus 12-si bo'ladi. Ikkalasini ham ildizning darajasi bir xil bo'lgani uchun bitta ildizga olamiz. 5 ni 50-si ko'paytirilgan 5 ni minus 12-si bo'lib qoladi. Bu esa 42 5 ni 38-si 2 ga qisqaradigan bo'lsa 21 bo'lib qoladi. 5 ni 19-si bo'lib qolar ekan. Demak, C javob. 7-savolda hisoblang debdi. Belgilash kiritib olsak yaxshiroq, chalkashmaymiz. Shunda belgilashda eng kichkinasi kub ildiz ostida 2. Buni A deydigan bo'lsak, kub ildiz ostida 32 miz A5, oddiy 2 miz A kub bo'ladi. Shunda 5 taqsim A5 plus A kub plus 5 taqsim A 7-darajasi 128 2 ni. Bu esa A5, bu esa A kub minus A. Bulardan 5 taqsim A kubni qavsdan chiqarib olsak, 1 taqsim A kvadrat plus 1 bo'lib qolar ekan. Bunisi 1 taqsim A4 minus A kvadrat plus 1. Ko'rinib turibdiki, umumiy maxraj kubga keladi. A kvadrat kubi plus 1 ni kubiga kelar ekan. Shunda mana bu 5 taqsim A kub o'rniga 2 ni qaytarib yozib olsak bo'laveradi. Suratga ko'paytirsak A kvadrat minus A yo'q, bu A4. A4 minus A kvadrat plus 1 qo'shilgan. Bunisiga esa A kvadrat plus 1 dan beramiz. Xo'p, taqsim A kub kvadratni kubi A6 ni beradi. Plus 1 ni kvadrati 1 minus A. Shunda suratda A kvadratlar qisqarib ketyapti. Xo'sh, nimalar qolyapti shunda? 5 taqsim 2. A4'imiz xo'p, kub ildiz ostida 2 ni 4-si bo'lyapti. Xo'p, plus 2 birga 1 ni qo'shsak, taqsim A6'miz o'zi A kubimiz 2 edi-ku. A6'miz 4 ekanda. 4 plus 1 bo'lyapti. 4 plus 1 5 ni beradi. Minus kub ildiz ostida A ni qaytarib A emas 2 degan. Kub ildiz ostida 2 ni qaytarib yozib oldim. Shunda suratimizdan 2 ni 4-sini 2 ni kubi 2 deb olsak, kubdan chiqib ketib 2
kubl zostida 2 plus 2 bo'lib qoladi. Maxraj esa 2 minus kubl zostida 2. 2 ga bo'lib yuborsam 2 ni chiqarib kub 2 plus 1 minus kub 2. Kub 2 lar ketsa javob 1 ekan. Demak, D javob. Negadir oson tushdi. Qiyin, sal qiyinroq tushadi deb o'ylagandim. Xo'sh, S6 miz A1 dan A6 gacha, S5 miz A1 dan A5 gacha bo'lgani uchun ayirgan paytimiz 5 talar qisqarib, A6 ni o'zi so'ralayotgani kelib chiqadi. Buni yoyvoradigan bo'lsak, A1 plus D 2 ta A1 ga teng ekan. A1 da ayirishga o'tkazadigan bo'lsak, A1 imiz D ga tengligi kelib chiqadi. A10 imiz A1 plus 9 ta D. A1 o'rniga D ni qo'ysak, 10 ta D teng 20. D teng 2 ekan. D 2 bo'lsa, A1 ham 2. Bizda A6 so'ralgan. A6 ni shu A1 bilan bog'lab olamiz. A1 plus 5 ta D desak, A1 imiz 2, 5 kere 2 10. 12 bo'lar ekan. Qisqa javob. 9-savol. Xo'sh. Geometrik progressiya berilgan ekan. Bu yerda arifmetik progressiya. Xo'sh, buni qanday ishladim? Shu yerda hozir bitta fint ko'rsataman. Neymarning finti. Xo'sh, B3imiz 217. B1 o'rniga mana bu A2 ni olib olaman. B2 o'rniga A9 da. Xo'p, B3 o'rniga A44 ekan. O'sha 217 ga teng ekan. Xo'p, buni maydalab ishlasak ham chiqadi, faqat ancha vaqt yutqizib qo'yamiz. Juda ko'p vaqt kerak. O'shaning uchun shuni o'zini yoyaylikda son tanlab olamiz. Buni A1 plus D desak, buni A1 plus 8 ta D deymiz. Bu esa A1 plus 43 ta D bo'layapti. 217. A1 dan 3 ta 43 ga 8 51, 52 ta D. Xo'sh. 52 ni 217 ga yaqinlashtirish uchun 4 ga ko'paytirdim. D ni o'rniga 4 bersam 208 bo'ladi. 3 ta A1imiz 9 ga teng bo'lishi kerak bo'lib qoladi. Shunda A1 3 ekan. A1 o'rniga 3 ni qo'ysak, A2 ni topsak, mana bu yerda A2 imiz A1 plus D bo'lsa 7 ga teng ekan. Shunda B1 imiz 7 bo'lyapti. B2 imiz esa A9 ekan. A9 da A2 plus 7 ta D desak bo'ladi. Xo'p, A2 imiz 7 chiqdi, D imiz 4 edi. 28 qo'shsak 35. Shunda B2 imiz 35 bo'ladi va B3 imiz 35 kere 5, ya'ni 165 lik kelib chiqadi. Va hammasini qo'shadigan bo'lsak, 5 ga ko'paytirsak 165 emas, adashdim. 195 bo'ladi. 195 ga 35 ni qo'shsak 210. Yani nima bo'lyapti? 5 kere 5 25, 5 kere 3 15. 175 ekan. Xo'sh, bu ikkalasi 210, bu bilan 217 ni beradi. Demak, to'g'ri chiqdi. Ana endi S n'imiz 820 ekan, n ni so'rayapti. S n'imiz xo'p, A1 plus n minus 1 D taqsim 2 ta A1da ko'paytirilgan n ga teng. O'rniga qo'yamiz. A1 3 D 4 edi. O'rniga qo'ysak. Xo'p, 6 plus 4 ta n minus 4 taqsim 2. Ko'paytirilgan n teng 820. Xo'p, 6 dan 4 ayirsak 2, 4n plus 2 ni 2 ga bo'lsak, 2n plus 1 deb beradi. Ko'paytirilgan n. 820 ni 20 kare 41 desak, ko'rinib turibdi, n 20 ekan. 2 kare 20 40, 41 deb beradi bu. Shunda n teng 20 bo'lar ekan. A javob. Menimcha tushunarli bo'ldi.
maydalab ishlasak bundan ham cho'zilib ketib qoladi.